o'chirdik. Bizaga Pandas kutubxonasini yuqorida chaqirganmiz. O'sha data setimizni o'rnatib oldik. Katta X ga og'irlik bilan hajm ustunni o'zlashtirdik. SO2 ustunni Y ga o'zlashtirdik. Bu yerda Scarlet X Transform X mana shu og'irlik bilan hajm ustunni mana shu bitta kod bilan standartlashtirish mumkin. Yuqoridagi mana shu nimamiz qaytaradi. O'lchovlarimizni bu yerda biza maqsadimiz 2300 og'irlikka ega bo'lgan, hajmi 1.3 bo'lgan mashina qancha SO2 atrof muhitga chiqaradi degan savolga bashorat qilish maqsadida. Bu yerda o'sha ko'p xadli chiziqli regressiyadan foydalanganmiz. Mana X ni Y ga bog'liqligini olganmiz. Transform mana bu yerda 2300 bilan 1.3 ni standartlashtirib oldik. Bu birinchi 0-chi qiymat. Shuning uchun Scarlet 0 deb oldim. Shu regressiyaga tashladik va natijasi 107 chiqdi. 2300 hajmli 2300 og'irlikli 1.3 hajmli mashina atrof muhitga 107 grammi shuncha nima chiqaradi, gaz chiqaradi degan bashoratni berdi programma. Xo'p, bu yerda X'imiz yana o'sha hajm bilan og'irlik, Y'imiz SO2 ni ustuni. Data frame'ni tayyorlab oldik. Og'irlik, hajm ustuni, SO2 ni seriya bilan data frame'ni farqi, data frame'da jadval keladi, seriyada bir o'lchovli ustun. Shuning uchun seriya qilib oldik. Xo'p. Chiziqli regressiyadan foydalanib shu SO2 va vazn, og'irlik ustunlarini bir-biriga bog'liqligini topib oldik. Vizualizatsiya uchun ma'lumotlarni tayyorlab oldik va prognoz qilingan fitted Y o'lchovimizni massiv qilib oldik qisqasi. Xo'p, ko'p chiziqli regressiya uchun ma'lumotlarni vizual ko'rinishga olib kelib, hozir ishga tushirsak tushunishingiz uchun osonroq nima chiqadi. Mana og'irlik ustuni, hajm ustuni, SO2 ustuni. Bizaga programmamiz mana bunday javobni qaytargandi. Mana 2300 og'irlikka ega bo'lgan mashin hajmi 1.3 bo'lsa, 107 SO2 atrof muhitga chiqaradi. 107 mana shu yerlarga to'g'ri keladi. Bu uch o'lchovli ko'rinishi ko'p xatli chiziqli regressiyani yuqorida aytib o'tgandim, standartlashtirishni bitta mana shu Scarlet Fit Transform funksiyasi orqali biza yuqorida qilingan mana bu mana shu formulani bitta qator bilan standartlashtirib chiqarib beradigan mana shu qatorimiz bo'ladi. Ishga tushiradigan bo'lsam nima qiymat qaytaraman? 2 1 minus 1.59 mana 2 1 minus 1.59 bu har bitta nimani standartlashtirib massiv qilib qaytaradi. Mana shunday qilib. Men bu yuqorida aytib o'tib ketganim, uni oxirrog'ida aytaman. Mana hozir mana shu yerda aytib o'tib ketganim. Bu bizaga o'sha massivni qaytaradi. Shu massivni
skalet x ga o'zlashtirib olib, skalet x bilan y ni bir-biriga bog'liqligini topib, chiziqli regressiyadan o'sha bashorat qilamiz 2300 deb. Qisqasi, nimamiz natijasi mana bu yerda asosiy natijamiz shu data frame nimamizdan foydalanib, mana shu jadvalimizdagi ma'lumotlardan foydalanib bizaga bashorat qilib mana shu natijani berdi programma. Rahmat.